Assalomu alaykum hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari, hurmatli jurnalistlar. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan matbuot anjumaniga xush kelibsiz. Matbuot anjumani fan olimpiadalarida erishilayotgan yutuqlar va yurtimizda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan nufuzli xalqaro olimpiadalarga tayyorgarlik jarayonlariga bag'ishlanadi. Tadbirimizda ixtisoslashgan ta'lim muassasalari agentligi direktori Sevara Shokirova hamda fan olimpiadalari markazi direktori To'raboy Shermatovlar spiker sifatida ishtirok etishmoqda. Shuningdek, zalda ham soha mutaxassislari, mas'ullar qatnashishyapti. Ular ham bugungi mavzuga doir savollarga batafsil javob berishadi. Eslatib o'tamiz, bugungi matbuot anjumanimiz UzReport telekanali orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilmoqda. Bundan tashqari, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali ham jonli efirda kuzatib borishingiz, savollar yo'llashingiz mumkin. Hozir matbuot anjumanimizni boshlashdan oldin nufuzli olimpiadaga bag'ishlangan qisqacha roligimiz bor. Marhamat, e'tiboringizga havola etamiz. Ilm-fan ravnaqining asosiy tayanchi bilimga intiluvchi yosh avloddir. Har yili dunyoning turli mamlakatlarida tashkil etilayotgan xalqaro fan olimpiadalari ularning salohiyati va cheksiz imkoniyatlari haqidagi haqiqatni yana bir bor tasdiqlaydi. Yillar davomida kimyo bo'yicha olimpiadalar dunyoning yetakchi mamlakatlarida yuksak tayyorgarlik bilan tashkil etildi. Bu olimpiadalar millionlab o'quvchilar uchun milliardlab imkoniyatlarni yaratdi. Xususan, 2025-yilda Dubayda bo'lib o'tgan xalqaro kimyo olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasi rekord natijani qayd etib, 95 ta davlat orasida yuksak e'tirof va olqishlarga sazovor bo'ldi. Bu esa yoshlarimizning chuqur bilimi, puxta tayyorgarligi va mashaqqatli mehnatiga berilgan munosib baho bo'ldi. Endi esa navbat bizniki. 2026-yilda 58-xalqaro kimyo olimpiadasiga ilk bor O'zbekiston mezbonlik qiladi. Bu esa mamlakatimizda ilm-fan nufuzi va yoshlarimiz zakovatining xalqaro miqyosdagi oliy e'tirofidir. Yurtimizda yoshlar uchun yaratilayotgan sharoitlar, ilm-fanga qaratilayotgan e'tibor xalqaro maydonda ham O'zbekiston nufuzini orttirmoqda. 2026-yilda biz dunyoning eng iste'dodli yoshlarini O'zbekistonda jamlaymiz. Bu nafaqat ilm-fan tantanasi, balki kelajak liderlarning global uchrashuvi bo'ladi. Aziz yoshlar, O'zbekiston sizni kutmoqda. Endi tadbirimizni davom ettiramiz. Dastlab ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi direktori Sevara Shokirova bugungi mavzu yuzasidan ma'lumot berib o'tadilar. Marhamat, Sevara Bahadirova. Matbuot anjuman qatnashchilari, qadrli hamkasblar. O'zbekistonlik o'quvchilarning xalqaro fan olimpiadalarida erishgan natijalari va istiqbolli rejalari haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, hurmatli anjuman qatnashchilari, demak mamlakatimizda yoshlarning ilm-fan yo'nalishdagi salohiyatini ro'yobga chiqarish, sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarga oid davlat siyosatini izchil va samarali amalga oshirish, shuningdek ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Natijada iqtidorli o'quvchilarimiz xalqaro fan olimpiadalarida munosib ishtirok etib, yana yildan yilga yuqori natijalarni ko'rsatib kelishmoqda. Xususan, O'zbekiston 2016-yilgacha bo'lgan davrda xalqaro fan olimpiadalarida asosan ishtirokchi sifatida qatnashgan bo'lsa, 2019-yildan boshlab iqtidorli yoshlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy etilishi natijasida mamlakatimizda yoshlarni bosqichma-bosqich medal sohiblari qatoridan mustahkam o'rin egallab kelmoqda. Jumladan 2019-2026 yillar davomida nufuzli xalqaro fan olimpiadalarida qo'lga kiritgan medallar soni va sifati sezilarli oshdi hamda O'zbekistonning xalqaro ilmiy maydondagi nufuzi yangi bosqichga ko'tarildi.
O'zbekiston terma jamoalari matematika, fizika, kimyo, biologiya va informatika fanlari bo'yicha o'tkazilgan nufuzli xalqaro fan olimpiadalarida 1997 hamda 2015 yillarda jami 49 ta, 2 ta oltin, 10 ta kumush, 37 ta bronza medal sohibi bo'lgan bo'lsa, 2016-25 yillarda ushbu nufuzli xalqaro olimpiadalarda 78 ta, 9 ta oltin, 26 ta kumush, 43 ta bronza medal qo'lga kiritgan bo'lsalar, medallar soni va sifati avvalgi yillarga nisbatan 1,8 baravarga ortganini ko'rishimiz mumkin. Ma'lumotlar uchun rahmat. Sevara Bahadirova, safimizga hozir kelib qo'shilgan spikerimiz Fanlar akademiyasi vitse-prezidenti Shomansur Sagdullayev bilan ham tanishtirib o'tsam, xush kelibsiz. Endi esa navbatdagi so'z Fan olimpiadalari markazi direktori To'raboy Shermatovga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar, hurmatli kuzatuvchilar, tomoshabinlar. Ayni kunda fan olimpiadalariga bo'lgan e'tibor aynan hurmatli yurtboshimiz tomonidan tashkil etilgan ilk 2019-yilda qabul qilingan 562 sonli qarordan 4306 qarordan boshlab juda bir katta o'sishni o'z oldiga qo'yib kelmoqda. Ya'niki 2024-yilda hurmatli yurtboshimiz tomonidan aynan iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, ularni yanada o'zini imkoniyatlarini yorqin namoyon etish maqsadida fan olimpiada markazi tashkil etildi. Shu bilan birgalikda nafaqat olimpiada markazi va aynan iqtidorli o'quvchilar uchun allomalarimiz nomi bilan ataladigan xalqaro olimpiadalarni tashkil etish mexanizmi yanada takomillashtirildi. Va joriy 2026-yilda allomalarimiz nomi bilan ataladigan 4 ta xalqaro olimpiada, shu bilan birgalikda ilk marta Buyuk Sharq Renessansi, xalqaro o'zbek tili olimpiadasi va aynan eng nufuzli bo'lgan olimpiadalar bir 2 ta xalqaro kimyo olimpiadasi va xalqaro informatika olimpiadasini yurtimizda tashkil etilishi aynan yurtimizdagi iqtidorli o'quvchilar uchun juda katta bir imkoniyat. Shu bilan birgalikda butun dunyodagi iqtidorli o'quvchilar uchun juda bir yuqori imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Mazkur jarayonlarga puxta tayyorgarlik ko'rish bilan bir qatorda aynan mana shu olimpiadalarga O'zbekistonga ishonib mezbonlik berilishi va aynan O'zbekistondagi ta'lim tizimini yuqori darajada baholanishidan dalolat beradi. Ya'niki dunyoning eng kuchli 90 dan ortiq mamlakatda o'quvchilari ishtirok etadigan mazkur olimpiadalarda nafaqat tashkilotchi sifatida biz ishtirok etamiz, balki mazkur olimpiadalarni akademik jarayondan original bo'lgan eng sifatli xalqaro standartlarga javob beradigan akademik savollarni ham tuzish bilan bizning mas'uliyatimiz bor. Va mazkur jarayonlarga tayyorgarlik ko'rish 2022-yildan buyon davom etmoqda va bosqichma-bosqich xalqaro olimpiadani amaliy va nazariy qismlari uchun zarur bo'ladigan akademik tayyorgarlik qismlari va aynan ilmiy qo'mita vakillariga xalqaro ekspertlar ham jalb etildi. Ayni kunda 56 nafar xalqaro va mahalliy ekspertlar aynan xalqaro olimpiadani akademik taraflama tayyorgarligini amalga oshirishmoqda. Aynan bu borada shu bilan birgalikda olimpiada davomiyligi 10 kun bo'lishini inobatga oladigan bo'lsak, aynan o'quvchilar, ishtirok etuvchi mamlakat vakillari, ularning ustozlari, mehmonlar, kuzatuvchilar nafaqat o'zlarini bilimlarini namoyon qilishadi, balki o'zlarining tajribalarini almashadi, balki yurtimizni o'ziga xos o'zini mehmon do'stligi, milliy qadriyatlarimiz bilan, boy tariximiz bilan yaqindan tanishish imkoniyati paydo bo'ladi. Va mazkur jarayonlarga yuqori darajada tayyorgarlik ko'rish maqsadida aynan Vazirlar Mahkamasi tomonidan 446-sonli farmoyish qabul qilingan va mazkur farmoyish asosida belgilangan o'sha ishchi guruh aynan olimpiadani yuqori darajada tashkil etish bo'yicha tizimli rejali ishlarni tashkil etilmoqda.
va ayni kunda xalqaro olimpiadada 96 ta mamlakat ishtirokchilari ro'yxatdan o'tgan bo'lib va olimpiadada ishtirok etishni ham o'ziga yarasha talablari bor, ya'ni 93 ta mamlakat bu rasmiy ishtirokchi va 3 ta mamlakat bu kuzatuvchi maqomida ishtirok etadi. Va har bitta mamlakatdan 4 nafargacha o'quvchi ishtirok etishi mumkin va ayni paytda 380 ga yaqin o'quvchilar bu yilgi 58-xalqaro kimyo olimpiadasida ishtirok etishi kutilyapti. Umumiy ularning ustozlari, mentorlar, jamoa rahbarlari, kuzatuvchi va mehmonlar bilan hozir 700 dan ortiq 96 ta mamlakatning delegatsiyalarini tashrifi kutilyapti. Ayni paytda aynan bu jarayonlarda ularni munosib kutib olish va aynan olimpiada jarayonlarini o'tkaziladigan manzillarda aynan xalqaro olimpiada talablariga mos shart-sharoitlarni yaratish va olimpiadani eng muhim qismi bo'ladigan aynan o'sha hakamlar hay'atining yig'ilishi, apellyatsiya jarayonlari va aynan xalqaro olimpiadada eng muhim bo'ladigan adolat eng muhim tamoyil hisoblanadi. Ya'niki bu yerda o'quvchilar adolatli baholansa va aynan savollardagi nima deydi, o'ziga xosligi, jozibadorligi, shu bilan birgalikda tashkilotchi mamlakatni, yurtni o'zining milliy qadriyatlariga asoslangan inobatga olgan holatda olimpiadada beriladigan akademik savollarni ham xalqaro va mahalliy ekspertlar bilan qayta bu narsani biz tekshirib, ko'zdan kechirib aynan shu olimpiada jarayonlariga shay holatga olib kelyapmiz. Buning uchun 2025-yil sentabr oyida Xalqaro ilmiy qo'mita va mahalliy ilmiy qo'mitani yig'ini tashkil etilgan. Toshkent shahrida bir hafta davomida aynan masalalarni birlamchi o'sha tuzilgan masalalarni muhokamasi bo'lib o'tdi. Aynan imtihon o'tkaziladigan joylar bilan to'liq tanishildi. Shu bilan birgalikda 2026-yilning yanvar oyida Xalqaro va boshqaruv qo'mitani qo'shma o'quv tashkil etildi va bu jarayonda ham Xalqaro olimpiadaning boshqaruv qo'mitasi va ilmiy qo'mita hamkorlikda aynan mana shu joriy yil iyul oyida yana bir haftadan keyin boshlanadigan olimpiadani qanday o'tishi bo'yicha yanvar oyida yakuniy kelishuvlarga erishilgandi va aynan mazkur jarayonlarda tashrif buyurgan ilmiy qo'mita vakillari va Xalqaro olimpiadaning boshqaruv qo'mita vakillari qayta shu narsaniki ular O'zbekistonga kelishdan oldin O'zbekiston haqida juda ko'p o'qishgan, o'rganishgan, bizni buyuk bobo-kalonlarimiz haqida ularda juda yetarlicha ma'lumot bor va ular bu olimpiadani O'zbekistonda sifatli, yuqori darajada o'tishiga o'zini shubhasi yo'q ekanligini qayta ta'kidlashdi. Bunga misol tariqasida biz aynan bizda tashkil etilayotgan allomalarimiz nomi bilan bog'liq olimpiadalardagi yuqori darajadagi mezbonlik va u akademik tayyorgarlikning yuqori darajada bo'lganligi. Shu bilan birgalikda xalqaro miqyosdagi olimpiadani o'tkazish bo'yicha ham bizda tajriba borligi. Ya'niki Mendeleyev xalqaro kimyo olimpiadasini ham aynan O'zbekistonda 3 marta tashkil etilishi va o'sha tashkil etilgan olimpiada ham juda yuqori darajada tashkil etilganligi aynan xalqaro ekspertlarni, mahalliy o'zimizni ilmiy qo'mita a'zolarimizni bu olimpiadani ham iyul oyida bo'ladigan 58-xalqaro kimyo olimpiadasini ham yuqori darajada o'tishiga ishonch beradi va o'ylaymizki bu olimpiadaga tayyorgarlik har bitta qism, har bitta soha, har bitta yo'nalish bo'yicha puxta ishlab chiqilgan reja asosida amalga oshirilmoqda. Va ikkinchi masalasi bor, aynan bu olimpiadada nafaqat biz tashkilotchi, mezbon davlat sifatida ishtirok etamiz, balki o'zbekistonlik o'quvchilar ham mazkur olimpiadada ishtirok etadi. Va aynan o'zbekistonlik o'quvchi saralab olish mexanizmi yana yangi bosqichga olib chiqildi. Hammamizga ma'lumki, xalqaro olimpiadalarga o'quvchilarni saralab olishda 25 nafar, birinchi bosqichda 25 nafar o'quvchilar saralab olinadigan bo'lsa,
aynan mezbonlik qiladigan ikkita fan bo'yicha xalqaro nufuzli olimpiada oldidan biz 100 nafardan o'quvchilarni butun respublika bo'yicha saralab olindi va mazkur olimpiadalarda o'quvchilar uchun nafaqat saralash, birinchi 100 talikka tushgan o'quvchilar uchun qo'shma o'sha o'quv yig'in tashkil etildi. Bunga misol uchun xorijdan ham trener jalb etildi, mahalliy trenerlar bilan oldin ularni yanada o'qitib, ularga yana o'z ustida ishlash imkoniyat berib, 4 ta bosqichda saralash mexanizmi joriy etildi va 4 ta bosqich yakunlariga ko'ra eng kuchli har bitta fandan 4 tadan o'quvchi saralab olindi. Informatika fanidagi xalqaro olimpiadada mezbon davlatga ikkinchi norasmiy komandani ham ishtirok etishiga imkoniyat beriladi va bu norasmiy komanda o'zini sinash uchun ishtirok etishi mumkin o'quvchilar, faqat ularning natijalari asosiy medallarga qo'shiladigan natijalarga inobatga olinmaydi. Hozirgi kunda xalqaro o'sha nufuzli olimpiadada ishtirok etuvchi kimyo, informatika, shu bilan birgalikda matematika, fizika va biologiya fanidan ishtirok etuvchi O'zbekiston terma jamoasi saralab olingan va barcha fanlardan o'quvchilar kuchaytirilgan o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etishyapti. Batafsil ma'lumotlar uchun rahmat. Endi mavzuga doir savollarga o'tamiz. Marhamat hamkasblar. Xalq ta'limi info, marhamat O'robiy. Mikrofonga kelamiz. Assalomu alaykum. Xalq ta'limi info saytidan Ulug'bek Po'latovman. Nechta savol bersak bo'ladi? Anaqa reglament bor? Ikkita boshqalarga ham navbat qolsin. Ikkita eng muhimi vaqti bizga deadline bor. Xo'p, 2024-yilda O'zbekiston xalqaro biologiya olimpiadasidan chetlashtirilgandi, chunki akademik halollik tamoyillari buzilgandi. Va 2025-yilda bu qaytibdi. Yaxshi, juda ham zo'r qadam bo'libdi. Endi men birinchi savolim, ularni qanday ishontirdik? Ya'ni bizni chetlatib, bu birinchisi emas, 2010-yilda ham chetlashtirilgandi O'zbekiston va ularni biz qanday ishontirdik va bunaqa holat bo'lmasligi uchun bizda qanaqa rejalar bor? Ya'ni bilamiz, hozirgi kunda mana o'tgan yil adashmasam, shu yilmikin matematikadan savollar tarqalib ketishi, ko'chirish, bolalarda markazda oldida turgan vazifa, mana shu narsani qaytarilmasligi uchun qanday rejalar qilyapti? Birinchi savolim shu. Rahmat savolingiz uchun. Aynan 2024-yilda xalqaro biologiya olimpiadasidan O'zbekiston terma jamoasi natijalari bekor qilingan va bu mazkur olimpiada yakunlangandan keyin aynan fan olimpiada markazi tashkil etilgan birinchi qiladigan ishimiz aynan ularni boshqaruv qo'mitalari bilan biz uchrashuv tashkil etdik va aynan O'zbekistonda olimpiada sohasi bo'yicha yangi tizim tashkil etilganligi va bu tizimda aniq vazifa, maqsad, reja borligini biz ularga namoyon etdik va shu bilan birgalikda O'zbekistonda o'tkaziladigan, rejalashtirilgan va o'tkazilayotgan olimpiadalar bilan taqdimot qildik. Va aynan shu bilan birgalikda aynan bizni xalqaro kimyo olimpiadasini mezbon sifatida olinishimiz ham o'zi juda bir muhim va juda bir mas'uliyatli vazifa va bu barcha o'sha xohishi bor mamlakatlarga beriladigan vazifa emas. Shuni ham inobatga olgan holatda xalqaro biologiya olimpiadasi boshqaruv qo'mitasi bizga 1 yil kuzatuvchi maqomida ishtirok etish imkoniyatini berdi va 2025-yilda biz aynan kuzatuvchi sifatida ishtirok etdik. Va ularni talabi shundan iborat bo'ldiki, aynan bundan keyingi xalqaro olimpiadalarda yuqoridagi olimpiada reglamentiga mos bo'lmagan harakatlar bo'lmasligi bo'yicha aynan fan olimpiada markazi rasmiy davlat tashkiloti va olimpiadani tashkil etuvchi tashkilot sifatida biz kafolatimiz berganimiz evaziga aynan bu yildan boshlab 2026-yildan boshlab O'zbekiston terma jamoasi ishtirok etadi. Va bundan keyingi olimpiadalarda va ayni o'tayotgan olimpiadalarda, xalqaro olimpiadalarda bu yerda bitta o'quvchini yoki bitta shaxsning manfaati emas, butun bir mamlakatning manfaati yelkamizda turadi va shuni inobatga olgan holatda aynan biz terma jamoaga rahbarlar uchun alohida talablar ishlab chiqilgan. Shu bilan birgalikda olimpiadagacha bo'lganda har bitta terma jamoa vakili bilan shartnoma qilinadi fan olimpiada markazi va u yerda
terma jamoani rahbarligi sifatida unga qo'yiladigan funksionalkalar belgilab berilgan, majburiyatlar. Aynan shu o'rinda fan olimpiada markazining ham majburiyatlari bor va shu shartnoma asosida har bitta xalqaro olimpiadaga, bu faqat nufuzli emas, barcha mintaqaviy va xalqaro nufuzli olimpiadalarga O'zbekiston terma jamoasi o'quvchilar ishtirok etadi. Siz aytayotgan boyagi savollar tarqalib ketadi. Bu mahalliy olimpiadalar holatida, tuman bosqichida u holat bo'ldi. U holatda olimpiada 200 aynan hududdagi, aynan shu olimpiadaga yordam berayotgan shaxslarni nima deydi, oqibatini o'ylamagan holatda noto'g'ri harakat evaziga bo'lyapti va buni oldini olish uchun bundan keyin xalqaro olimpiadalarga saralash bo'ladi, mahalliy olimpiadalar uchun ham tarqatma o'quv materiallarini aynan fan olimpiada markazi tomonidan maxsus chop etish uskunalarida chop etilgan holatda hududlarga o'sha muhrlangan holatda yetkazib beriladigan tizim yo'lga qo'yildi va shuni ko'rishimiz mumkin, o'sha holatdan keyin birorta shunga o'xshagan holat bo'lmadi. Biz aynan bu tizimni zudlik bilan aynan amaliyotga joriy etdik. Tushunarli. Ikkinchi savolim, mana asosiy fan olimpiadalar bor, umum fanlar bo'yicha o'tkaziladi va biz natijalarda ko'rsak, har 5 ta ishtirokchidan 3 tasi prezident maktabi, ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilari bo'ladi-da. Oddiy qilib aytganda, biz havaskor bokschi bilan professional bokschini bitta maydonga qo'yib qo'yapmiz-da. Shu markaz oldi vazifa qanday reja bor? Masalan, oddiy maktablar uchun alohida olimpiada tashkil qilib, ixtisoslashgan maktablar, prezident maktabi o'zi kam, shu 200 dan ortiq shu ixtisoslashtirilgan prezident maktablari va 10 mingdan ortiq oddiy maktablar bor-da. Bizda shunaqa narsa bo'ladiki, mana ochiqini aytish kerak bu narsani. Olimpiada o'tkaziladi tumanda, chunki men maktabda ishlaganman, oddiy maktabda ishlaganman. Shunaqa narsa bo'ladi, mudir topshiriq beradi. Shu pimani bolalariga o'rin berishimiz kerak yoki bo'lmasam pima emas, oddiy ixtisoslashtirilgan maktablar bor, idumlar. Mana shu g'olib bo'lish kerak degan bir odamlarning miyasiga o'rnashib qolganda, xuddi haligi bu yutmasa nimadir bo'ladigan deydi. Shunga bir alohida bir tashkil qilish kerakmi? Shu bo'yicha rejalar qanaqa? Olimpiada jarayonlari, o'zi olimpiada nima uchun kerak va olimpiadada aynan iqtidorli o'quvchilarni maktab o'rta ta'lim, o'sha davlat ta'lim standartida belgilangan dasturni chuqurroq o'rganganligi va shular orasida eng iqtidorlarni saralab olish uchun mexanizm. Agar siz aytayotgandek tizim qilib, aynan bu maktablar uchun alohida, bu maktablar uchun qiladigan bo'lsak, biz xalqaro olimpiadaga borganimizda biz 11 yillik ta'limda o'qiymiz. Ayrim mamlakatlar keladi, 12 yillik ta'limda o'qiydi. Ayrim mamlakatlar boshqa ta'lim tizimida o'qiydi, biz boshqa ta'lim. U yerda aynan fundamental bilimlarni qay darajada o'quvchilar bilishligi do'stona musobaqalashtiriladi. Maqsad u yerda kimdir g'olib bo'lishi emas o'zi aslida. Biz faqat buni ayrim paytlarda poyga sifatida o'rin olish asosiy fokus. Aynan olimpiadadagi savolni yecha olmasligi aslida uni o'stiradi. Chunki yecha olmaydigan savolni keyinchalik o'rgansa, u bir pog'ona ko'tariladi. O'shaning uchun aynan biz urg'uni hammaga o'rin berish mexanizmiga qaratish emas, ya'ni juda ko'p turli olimpiadalar tashkil etib hammaga o'rin berish emasda, biz aynan hamma uchun sifatli va olimpiada ishtirokchilari olimpiadadan keyin o'rgana olish imkoniyatini yaratadigan muhit yaratishimiz kerak. Buning uchun aynan har bitta olimpiadada, fan olimpiada markazi tomonidan o'tkazilgan olimpiada savollar va imtihon tugashi bilan aynan fan olimpiada markazini kanalida shu tushgan savollar va ularning video yechimi e'lon qilinadi. Maqsad baribir kimdir birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni oladi, lekin o'sha o'rinni ola olmaganini ham o'stirish. Bizning tahlillarga ko'ra, bu yil 2026-yilda, ya'ni 25-26 o'quv yilidagi respublika olimpiadasida o'tkazilganda biz tabiiy fanlardan laboratoriya bosqichini yo'lga qo'ydik va ayrim fanlardan juda qo'rqatuvdik, ya'ni bolalar laboratoriya bajara olmaydi deb. Lekin oddiy maktab o'quvchilari ham laboratoriyadan juda yuqori natijadan va biologiya fanidan laboratoriya va amaliy bosqichni bajargan o'quvchi bu umum ta'lim maktabining o'quvchisi. Buxoro viloyatidagi o'quvchi birinchi o'rinni oldi. Demak, fokusni hammaga
o'rin berish yoki turini sonini ko'paytirish emas, aynan umumiy o'rtacha ballni ko'tarishga va mahalliy olimpiadamiz respublika bosqichi bilan tugaydigan 4 bosqichli olimpiadani xalqaro olimpiada standartlariga bosqichma-bosqichga moslashtirishga qarab intiladigan bo'lsak, biz keyinchalik xalqaro olimpiada saralash uchun alohida tizim qilmaymiz. Va aynan fan olimpiada markazi tomonidan vazifalarimizdan bittasi aynan o'quvchilardagi o'tkaziladigan olimpiadalarni ham takomillashtirish. Ya'niki hozirgi kunda qaror loyihasi ishlab chiqilyapti. Ya'ni keyingi yildan boshlab g'olib bo'ladigan o'quvchilar sonlarini ham ko'paytirish, nafaqat 3 ta qilish. Joriy yilda misol uchun medal berish tizimini joriy etdik. Oltin, kumush, bronza respublika olimpiadasidan. Keyingi yil aynan medal oladigan o'quvchilar sonini oshirish. Maqsad ko'proq o'quvchi fundamental bilim bilan shug'ullansin. O'zi olimpiadaning maqsadi shu. Chunki qanaqa turdagi savol bersangiz ham, qanaqa auditoriyaga kelsangiz ham, bu ishda odam chempion bo'ladi bilan yakunlanadigan bo'lsa, bu asosiy maqsad bo'lmaydi. Shuning uchun biz aynan ishtirokchi bo'lmoqchi bo'lgan o'quvchilarga, aynan farzandini olimpiadada ishtirok ettirmoqchi bo'lgan ota-onalarga va o'quvchisini olimpiadaga tayyorlayotgan o'qituvchilar uchun ko'proq ustida ishlashlarini, shu bilan birgalikda ochiq, shaffof, sog'lom raqobat muhitiga tayyorlanib borishlarini. Misol uchun xalqaro olimpiadaga matematikadan terma jamoa a'zolarini ko'radigan bo'lsak, shu yerda umumta'lim maktabining o'quvchisi ham bor, iqtisod maktabining o'quvchisi ham bor. O'rin olib kelayotganlar ham xuddi shunaqa. Demak, hozir muhim fokus aynan ta'lim tizimi yoki qaysi o'quv dasturi bilan o'qish emas. Chunki bilasiz, olimpiadaga tushadigan savollar birmuncha o'quv dasturidan 30% gacha chetlashgan holat, ya'ni mukammalroq qilib beriladi. Shuning uchun o'z ustida ishlashlarini taklif qilardik. Rahmat. Javoblar uchun rahmat, marhamat. Yana kimda savol bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Rost 24 muxbiri Gavhar Imomova. Hozir fan olimpiadalarida erishilgan yutuqlar to'g'risida gaplashdik. Men savolim quyidagidan iborat. Fan yo'nalishlarida natijasi kutilgan darajada emas. Qaysi fan yo'nalishlari kutilgan darajaga erishmadi? Nima sababdan? Rahmat savolingiz uchun. 2023-yilda O'zbekiston terma jamoasini umumiy ishtirok etgan olimpiadalarda 91 ta medal qo'lga kiritgan. 2024-yilda 128 ta medal qo'lga kiritgan va 2025-yilda 210 ta medal qo'lga kiritildi va 2026-yilni hali olimpiadani eng qizg'in mavsumi boshlanmasdan oldin medallar sonimiz 188 ta. Bu natijalardan ko'rib, men shuni aytishim mumkinki, biz kutgan natijalarimizdan yaxshirog'ini olyapmiz. Va Balkan matematika olimpiadasida misol uchun absolyut 5 ta oltin O'zbekiston terma jamoasi tarixida 42 yildan buyon bo'layotgan mazkur olimpiadada bitta davlat bitta yilida 5 ta oltin olmagan. Yoki xalqaro kimyo olimpiadasida aynan o'tgan yili 95 ta mamlakatda O'zbekiston terma jamoasi ball bo'yicha 6-o'ringa kirdi. Xalqaro matematika olimpiadasida bitta jihat bor. Biz matematikadan oltin kutyapmiz va o'tgan yili 1 ball yetmadi, lekin o'tgan yili ham biz 5 ta kumush, bitta bronza oldik. Ya'ni medalsiz nima deyman, o'quvchilarimizda 4 ta kumush, bitta bronza bo'ldi. Ya'niki o'shanda ham oltinga 1 ball yetmay qoldi. Va 2025-yilda O'zbekiston terma jamoasi qaysiki xalqaro olimpiadada ishtirok etgan bo'lsa, o'tgan rezultatlarini, natijalarini, rekordini qayd etdi. Va bu yil o'ylaymizki, endi o'quvchilarimizni aynan bu narsaga zaminni qaraydigan bo'lsak, aynan hurmatli yurtboshimiz tomonidan birinchi navbatda aynan olimpiadachi o'quvchilar uchun pul mukofotlar berilish mexanizmini 2019-yildan boshlab joriy etilishi ko'proq odamda ishtiyoq paydo qildi. Ya'ni ota-onalar, o'qituvchilarga ham pul beriladi. Va fan olimpiada markazining 2024-yilda tashkil etilishi va aynan jarayon tizimli ravishda kuchaytirilgan o'quv yig'in mashg'ulot degan tushuncha kirib keldi. Xorijdan trener olib kelib o'qitish degan bu uzluksiz tizim paydo bo'ldi va
aynan 2025-yilda hurmatli yurtboshimiz juda bir katta sovg'a sifatida aynan olimpiadachilarga beriladigan pul mukofotni 5 baravarga oshirildi. Ya'niki nufuzli olimpiadada oltin medal olgan o'quvchi milliarder bo'ladi. 1 milliarddan ortiq pul oladi. Va bu o'qituvchi va o'quvchilar va ularning ota-onalariga juda katta motivatsiya berdi. Va mana shu natijasida tizimli tayyorgarlik yo'lga qo'yilishi, ulardagi ishtiyoq bizni ko'zlagan ishtirok etishimiz kerak bo'ladigan pedagogik natijalarimizni yaxshilanishiga sabab bo'ldi. Lekin bitta qismi bor, aynan yanada yaxshiroq va o'zimizni yanada kuchaytirishimiz kerak bo'ladigan fanlarimiz bor. Ya'ni bu yil biz matematikadan oltin kutyapmiz, informatikadan ham oltin kutyapmiz. Fizikadan misol uchun bizda kumush medal yo'q, faqat bronza medal bor. Bir fizika sohasida biz kumush medalga chiqish rejamiz bor. Va bosqichma-bosqich aynan markaz tomonidan keyingi 5 yilda shunaqangi reja qo'yilganki, O'zbekiston o'quvchilari qaysiki xalqaro olimpiadalarda ishtirok etadigan bo'lsa, endi medallar turi bilan emas, absolyut chempionlikni ko'zlab boradigan mexanizmni yaratish. Shunga aynan bizda resurs, akademik resurs ham, potensial ham va aynan hukumat tomonidan, hurmatli yurtboshimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan yaratib berilayotgan sharoit yetarlicha mavjud. Faqat ta'limda bir kunda yaxshi bo'lib qolmaydi. To'g'ri, tizimli va ma'lum bir vaqt talab etiladigan mexanizm kerak va mana shu mexanizmni biz yo'lga qo'yib, Xudo xolasa berilayotgan imkoniyat va bildirilayotgan ishonchni 100% oqlaymiz degan umiddamiz. Rahmat. Hurmatli hamkasblar, UzReport telekanalining biz uchun ajratilgan vaqti o'z nihoyasiga yetdi. Kuzatuvchilarimiz bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali kuzatishda davom etishlari mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.